Andijonda qor to'xtadimi dedi. Andijonda yomg'ir yog'yapti. Eringiz bormi dedi. Ha, bor. Narigi xonada o'ynashini sikyapti. Mana bu yerda o'ynash qidirib o'tiribman. Xalaqit qilmaydi. Kiring, sizni ham sikadi dedi. Men siktirmaganim uchun o'ynash olib kelganda, siktirganimda o'ynash olib kelmasdi. Ayol zoti asbobni kattasiga ishqiboz bo'lishadimi yo kattasigami deydi. Aka katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, muhimi opit bo'lishi kerak. 5 sm bo'ladimi, 25 sm bo'ladimi, sikishni bilmasa befoyda. Ishonaman, bashara ham qo'toqqa o'xshab ketibdi deydi. Voy, meni basharamga qo'tog'inglar o'xshasa, baxt bu, shunaqa chiroyli qo'toqlar bormikin bu hayotda? Voy, onasini emsin. Quchoqlab uxlayman-ku. Ha, kot nima gap deydi. Ha, amyaloq nima gap? Bormi, g'ormi? Yo, aka, teshigi sizni burningizni teshigidan ham kichkina. Aming oppoqmi deydi. Yo'q, ham yashil aka. Nima qilasiz? Kerakmi? Yashili ham bor ekan. Ha, meniki yashil. Ko'k aralash, xameleon. Bunda quyoshga bunda anaqa qilsangiz tovlanadi. Bu yoqdan boshqacharoq ko'rinadi, bu yoqdan boshqacharoq ko'rinadi. Dubaydaman, Dubayda. Kampir qariyman Dubayda. Ichki yo'q qilasizmi deydi. O'zim birovni uyda turamanmi, sizni qo'tog'imga ichki yo'q qilamanmi aka? Shapat yeganmi ko'p deydi. Shapat yemaganiga 2,5 yil bo'lib ketdi aka. Amma teshigida, burningizni teshigidan ham kichkina yotibdi, xotiramang. Ya, negativlarga ko'timni juni deydi. Aka, ko'timni depilyatsiya qildiraman deb o'sha junam yo'q de, nima deyishni bilmasdan o'tirdim, qarang. Bayski jalab kulib bo'lib qolaman deydi. Unda sinab ko'ringlar, telka bu siz birinchi tilingizni tiqib ko'rasiz faqat, xo'p? Sirjun olinganmi deydi. Ay, kecha o'zingiz depilyatsiya qilib ketdingiz-ku, jonim, tishlaringiz bilan bundan uzib. Bir xil yolg'ondan dotlashi mumkin. Hishman cho'tsit qilmasa ham shantajlik qilib dotlaverishi mumkin. Haqiqiy kayf olgan odam dotlamaydi. Boshqacha ovoz chiqadi. U dotlaganda yolg'ondan dotlayotgan bo'ladi. Tipa hech qachon umrida unaqa qo'toq ko'rmagandek, sizni o'zida olib qolish uchun zo'r beryapman deb o'ylaydi-da. Lekin adashadi. Ana meni inqillashlari, meni ovozlarim yoqib qolsin, keyingi safar ham kelib meni qoqib ketsin deydi-da. Yolg'ondan dotlaydi, lekin u tabiiy chiqmaydi baribir. Maza qilgan ayol takoy qo'yib yuborgisi kelmay kayf qiladi. Qo'toq katta bo'lsa-chi deydi. Qo'toq katta bo'lsa ham sikishni bilmasa befoyda-da. Ha, ammo vaqtida ishlating qurt-qumursqalar yemasdan deydi. Aka, shu qurt-qumursqalar yeyotgan paytda sizga beraveraman, jarkob qilib yevorasiz, xo'p? Normalni gapir, shu qo'toqdan tug'ilgansan. Men amdan tug'ilganman, aka. Qo'toqdan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin amdan tug'ilganman-da. Mazza qilib o'ynagim kelyapti, qat'iyadir bor. Sog'laring yaxshimi? Charchagan ishlar bilan? Nima edi? Uydagilar tinchmanmi? O'zingda bor narsani karalasang-da, bir o'tkini maqtamay. Topib beraymi? Kerakmi? Menga tabiiy kerak, shunday naql qilaman men. Tabiiy qo'toq kerakmi sizga? Bormi senda? O'zingda bormi? Topib beraman, kerakmi? O'zingda bormi? Bo'lsa ko'rsatish edi. Bor. Ko'rsat. Bor. Siz ko'tingizga siktirasizmi? Men ko'rsataman, siz ko'tingizga siktirasizmi? Sen ko'rsat, javob ber gapimga. Yo'q, siz ayting. Men ko'rsataman, siz ko'tingizga siktirasizmi? Ko'tingizga siktirishingizni tan olsangiz, men ko'rsataman. Rasmanman, menda bor. Isming nima aytsana? Nima edi? Toza bekor xo'ja bo'lib qolibsan sen, ha? Nima qilish kerak? Nima? Nima qilish kerak? Yo'qmi deyman senga? Boshqa yo'qmi deyman senga? Boshliq bo'lmoqchimisiz? Ha? Boshliq bo'lmoqchimisiz? Senga eshak boshliq bo'lsin. Aka, siz eshakka siktirib yuravering, xo'p? Nima qilyapsiz begoda? Begoga kirib qo'toq qidirmang. Topilmaydi bu yerda. Topilib qolishi mumkin sizga o'xshaganlar. Sen qidiryapsan-a? Yetadi sen. Men qidirganimda begoda o'tirmasdim, trassaga chiqardim.
Bugada ham o'tirsan, trassada ham o'tirsan. Bigoda yo'q, Bigoda hammasi onlayn. Realni yo'q. Bittasi Amerikada, bittasi Turkiyada, bittasi Qozog'istonda, bittasi Rossiyada bo'lyapti, aka. Yo'q-e? Voy. Kel bir og'zinga sikiy deydi. Jalab og'ziga sikadigan, ko'tga sikadiganlar ham ko'payib ketdi. Mujiklar kamayib ketyaptilar. Og'ziga sikib yana borib og'zidan o'piradi bu haromilar. Bu indamiga sikiyman jalaqi qanchiq deydi. Aka boshqa gap bilmaysizmi siz? Sani og'zingga berganmi deyman rosa dedi. Aka hozir qo'ying, liftga chiqib olib, hozir menga qo'toq kerak, qo'toq bo'lsa siktiraman ko'timga deb o'tiruvdingiz. Aka qo'ying, men tilimni qichitmay maylimi? Og'zingga berib yig'latsam-chi deydi. Aka qarang, kiyayotganingizda Ali. Anaqa butilka bilan vazelin oling, xo'p? Ishga qilasizmi deydi. Aka ko'timda tursigimi yo'q, nimamga ishga qilaman sizni? Seni tarbiya qiladigan erkak kerak senga dedi. Meni tarbiya qiladigan erkakni o'zini tarbiyasi buzilib ketib qoladi, aka. Men sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Sizlardan iltimos, menga qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Men o'g'lim yolg'iz boquvchim. O'g'limdan boshqa hech kimim yo'q meni. Meni sotmagan narsam qolmadi. Bolamni davolatishga imkonim qolmaganidan sizlarga murojaat qilyapman. Sizlardan saxovatpesha insonlar, iltimos menga yordam beringlar. Farzandimni davolanish uchun doktorlar 15 million pul so'rashyapti. Meni bolamni shu davolanib ketishiga yordam beringlar. Qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Sizlardan iltimos, farzandimni qo'li qurib qolmasin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh yo'lida menga yordam beringlar. Ihsonlaringni Alloh jannat bilan siylasin sizlardan.